katta hovlilarda, hamyonbop narxlarda zo'r tunikafon qilishni xohlasangiz, sizlar uchun bitta uyda ajoyib tunikafon qilib tugatib qo'yganmiz. Videorolikni oxirigacha ko'ring. Ushbu uyga qancha ketganini ham sizlarga videoni oxirida aytib o'taman. Hali ham bizga obuna bo'lmasdan kuzatyapsizmi? Hoziroq obuna tugmachasini shunday bosib qo'ying. Baraka topkurlar. Biz esa boshladik. Assalomu alaykum azizlar. Kamina usta Abdulloh jamoamiz bilan birga qadriyatli ustalarga asos soldik. Hozirgi kunda qadriyatli ustalar uylarning tashqi fasadi, traventin, sokol, tunikafon, krisha, xullas kalom hammasini yo'lga qo'yganmiz. Navbatdagi obyektimiz Samarqand viloyati Toyloq tumani Chubot qishlog'ida Abdulloh akamizning xonadonini patoloklarini juda ham chiroyli suratda tunikafon qilib tugatganmiz. Azizlar, ushbu uyda patologlari bir ko'rsatning patologlar, darvozaxona ham, ayvon ham katta, juda ham bir chiroyli, fayzli xonadon bo'lgan. Azizlar, hovlingiz katta bo'lib, ayvonda darvozaxonalar katta joy bo'lib, xarajat ko'payib ketadigan bo'lsa, sizlarga hamyonbop narxlarda juda ham chiroyli tunikafon qilib beramiz. Ushbu uyda tunikafon qilishlikda biz asosiy e'tibor qaratgan narsalarimizdan biri, birinchisi qaymoq rangda qildik. Sababi qishloq joy, mana bu yerda chang bo'lishi mumkin, pashshalar bo'lishi mumkin. Xullas kalom kirdi bildirmaydi va bu narsa o'zlaringiz bilasizlar, bir tunikafonni qilganimizdan keyin har 5 yilda o'rnasdan o'zgartirib turilmaydi, balki qilingandan keyin 20 yil, 30 yil turish kerak. O'sha hammasini inobatga olgan holda biz aynan qaymoq rangda tunikafonlarimizni rangini tanladik. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bitta kubikda orasini tilla rangli lentalar bilan bo'lib chiqdik va o'rtasiga mana shu 10 sm 10 sm oynalardan ishlatdik va mana bu rombigimizdan 4 ta rombik qo'yib yubordik. Darvozaxonaga ham bitta rombik qo'yganmiz. Azizlar, mana bu uyingizni tunikafon mana shu fasonda qiladigan bo'lsangiz, bu fasonimizda nima uchun hamyonbop dedim? Chunki rasxoti kamroq. Rasxoti kamroq bo'lgandan keyin sizga xarajat kamroq bo'ladi. Mana bu devordan chiqayotgan joyimiz mana hovuzcha, bu yog'i kubikchalar ketgan. Sizlarga zo'r narsani ko'rsataman. Keling. Qarang, mana bu yerda bilinmaydi. Mana shu yerda cherdakka chiqib ketadigan joy bor, vixt bor. Eng zo'r narsa qarang, mana bu tarafda olingan. Qarang, uyda burchagini yonini qarang, chiroyli, mehr bilan yopilgan. Mehr bilan yopilgan bilinib turibdi-da, baribir. Endi mana bu yerdan qarang, pastdan qarang, tunikafon. Umuman valna yo'q-da, pastni ko'ryapsizmi? Valna yo'q. Qarang, umuman valna yo'q. Mana bu burchagini qarang, mana burchagi tekisligini qarang. Qarang tekislik. Qilichdek, tep-tekis. Bunaqa chiqarishlik o'zi bo'lmaydi. Bunaqa chiqarish uchun 35 lik tunikadan akkuratni tekis qilib chiqarish uchun opit tajriba zo'r bo'lish kerak. Qadriyatli ustalar jamoasida mana shunaqangi ustalar juda ham ko'p. Agar siz ham uyingizda tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, hoziroq shu raqamga shunday bitta qo'ng'iroq qilib, bepursa kutib qilinglar, narxlar to'g'ri kelib qolsa, qildirib yuborasizlar. Azizlar, mana shunday katta xonadonga tunikafon qilishga qancha pul ketdi deyotgan bo'lsangiz, eng qiziq joyi mana shu yerda. 5200 dollarga mana bu uy batamom bitdi. Narxiga arziydimi, yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Tunikafon qildirmoqchi bo'lsanglar, tez mana shu pastdagi raqamga shunday qo'ng'iroq qilib, uylaring bepul hisob kitob qildiringlar, narxlar to'g'ri kelsa qildirib yuborasizlar. Qadriyatli ustalarda sifatli, zo'rlari va eng yangi dizayndagilar bu. Ko'rganingizda aniq ko'zingizni xursand qiladi. Azizlar, havas qilganlar, havas qildim deb yozaveringlar. Alloh taolo sizlarga ham mana shunaqangi chiroyli uylarni, chiroyli mashinalarga yetkazsin. Havas qilishda ko'p gap bor. Bizni kuzatishda davom etinglar.